Вам понятно, в чем вы подозреваетесь? Да. Для чего эта печать? Для трудового договора. Что это за документ? Люди сдавали документы, не помню, то ли РВП, то ли вид на жительство. Assalomu alaykum do'stlar, vatandoshlar. Sizlar ham menga o'xshab patenga topshirib qo'yib, ishlayotgan joylarni qo'lga tushib qolgan bo'lsalaring, o'sha Muhammad akaga ishonsalaring bo'ladi. Muhammad aka yaxshi advokatlar bilan gaplashadi va sizlarni ishlaringni, mushkullaringni oson qilib beradi. Men 15-yanvarda ishlayotgan joyimda qo'lga tushdim, patentga topshirib qo'ygan edim. 3 kunmi 4 kun oraliq bo'lgan edi, ishlab turgan joyimda qo'lga tushdim. Itdan chiqqandan keyin Muhammad akamning nomerini topib men telefon qildim. Bo'lgan ishlar bilan gaplashdik. Xullas advokat, tanish advokatlar bilan aloqaga chiqdi. 2,5 oyda meni udvoyinamni yechib oqlab berdi. Menga birinchi tushganimda o'sha udvoyina bo'lganimda 5 yilga udvoyina qildi, 5000 shtarak solib, meni nima qilgan edi? 15 kun ichida garansiyadan chiqib ket degan edi. Bularga men ishondim va bular bilan gaplashdim. Sudga bordik, ariza topshirdik. Ariza topshirgandan keyin 20 kun ichida oblastga oshdi. Oblast sudda boshqatdan ko'rib tanishib chiqib, ikkinchi sud qilganda meni oqlab chiqarib berdi. Muhammad akaga va advokati Viraynika degan advokat bor. Shunga rahmat. Meni ishlarimni to'g'irlashib berdi. Xotirjam shu Muhammad akaga ishonsalaring bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib nima qilaverasizlar. Agar mabodo mana shu videoda meni ko'rib turibsizlar, ishonmasalaring Muhammad akasining meni nomerimni beradi. Men sizlarga dalil isbot qog'ozini tashlab beraman. Bemalol xotirjam ishonib nima qilsalaring bo'laveradi. Gaplashsalaring bo'laveradi. Ishonchli va oqlab chiqarishga harakat qilib oqlab chiqarib beradi. 3. Assalomu alaykum aka ukalar. Mana shu videoni kengroq tarqatamiz. Qaranglar, Moskvada mana shu RVP qilib yurgan видное жительство, mana sertifikat, russkiy язык bo'yicha ekzamen qog'ozlarini sotib yurgan odamlarni qo'lga olishdi. O'sha odamlar qancha odamlarga o'sha russkiy язык bo'yicha dokument qilib bergan bo'lsa, o'shalarni hammasini annullировать qilib, yana выдворение qilib yuborishi ham mumkin. O'shaning uchun aka-ukalar, lutchi sotib olishning o'rniga ozgina tilni o'rganib, o'zingizlar borib ekzamen beringlar. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bizda yana bitta yangilik, biz bitta musofir akamizga yana yordam berdikda, выдворениесini ochib, sudda yutib chiqdik. Hammaga rahmat. Kimga kim yordam kerak bo'lsa, tagiga nomer qoldiraman, telefon qilasizlar. Katta rahmat.